Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, tezkor xabar. Endi ish stajiga ega bo'lmagan erkaklarga nafaqa 65 yoshdan, ayollarga 60 yoshdan to'lanadimi? Va shu haqda batafsil. Fuqarolarga pensiya tayinlash ularning mehnat staji va oylik maoshidan kelib chiqib belgilanadi. Lekin yetarlicha mehnat stajiga ega bo'lmagandachi, bu holatlarda jarayon qay tartibda amalga oshiriladi? Hozirgi faktimiz shu haqda. Amaldagi qonunchilikka muvofiq erkaklar 60 yoshga, ayollar 55 yoshga to'lganda va kamida 7 yillik mehnat stajiga ega bo'lsa, ularga yoshga doir pensiya tayinlanishi belgilab qo'yilgan. Xo'sh, talab etilgan mehnat stajiga ega bo'lmagan fuqarolarga ham pensiya tayinlanadimi va bu jarayon qay tartibda amalga oshiriladi? Fuqarolarimizda agar talab qilingan istajga ega bo'lmasalar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida yoshga doir nafaqaga chiqishlari uchun 60 yoshdan ayollarimizga, 65 yoshdan erkaklarimiz chiqishlari mumkin. Bundan tashqari, nogiron bolalarni parvarishlagan onalarimizga imtiyoz tariqasida 55 yoshdan yoshga doir nafaqaga chiqishlari mumkin. Ushbu nafaqalar inson omilisiz tayinlanadi. Ushbu nafaqalarni tayinlash uchun fuqarolarimiz Davlat xizmatlar markazi, inson markazlariga yoki mahallalarimizdagi ijtimoiy xodimlarga murojaat qilish mumkin. Ushbu nafaqaning miqdori bugungi kunda qat'iy belgilangan 745 ming so'mni tashkil etadi. Hozirgi kunda 86 mingdan ziyod fuqarolar shu turdagi pensiya oladi. Xuddi shunday holatda murojaatlar qay tartibda ko'rib chiqiladi? Nafaqalarni tayinlash to'liq avtomatlashtirilgan. Bunda fuqarolarning murojaati Yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali vazirlik va idoralarning axborot tizimiga yuborilgan so'rov orqali nafaqalar tayinlash yoki rad etilish bo'yicha qaror qabul qilinadi. Bunda fuqarolarning nafaqalari tayinlangan yoki rad etilganligi to'g'risida ma'lumotlar fuqarolarning mobil telefonlariga SMS orqali yuboriladi. Fuqaro tegishli yoshga yetmaganda yoki bo'lmasa pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya tayinlangan holatlarda nafaqa tayinlash fuqarolarga rad etiladi. Ushbu tizim ijtimoiy adolat va fuqarolar farovonligini ta'minlashga qaratilganligi bilan bir qatorda pensiya tayinlash jarayonining shaffof va qulay bo'lishi imkonini ham beradi. Va agar kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang. Siz bilgan va bilmagan xabarlar hali oldinda.